Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, diqqat. Bugungi video siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki men ko'pchilik bilmagan, ammo har bir insonning moddiy ahvoliga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim bir sirni ochib beraman. Agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rmasangiz va aytilgan tavsiyalarga amal qilmasangiz, sizga tegishli bo'lgan o'ylaringiz uchun zarur bo'lgan. Ammo siz shunchaki bilmaganingiz yoki noto'g'ri taxmin qilganingiz uchun ololmaydigan juda muhim qo'shimcha to'lovlarni shunchaki bo'y berishingiz mumkin. Bu ma'lumot ishonchim komilki, har bir fuqaroga, ayniqsa farzandli oilalarga, pensionerlarga, nogironligi bor shaxslarga va moddiy yordamga muhtojlarga tegishlidir. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni unutmang va uni imkon qadar ko'proq do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki kimdir bu ma'lumot tufayli o'z haqqini olishi mumkin. Muammoning mohiyati keling, muammoning ildiziga chuqur kirib boraylik. Avvallari ijtimoiy himoya tizimida ba'zi nafaqalar yoki moddiy yordamlar ehtimol sizning ma'lumotlaringiz asosida avtomatik tarzda uzaytirilgan yoki aniqlangan bo'lishi mumkin edi. Misol uchun, biror oila bir necha yil oldin kam ta'minlangan deb tan olingan va ularning ma'lumotlari tegishli davlat idoralarida mavjud bo'lgan. Shu sababli ular keyingi yillarda ham go'yoki avtomatik tarzda o'sha yordamlarni olishni davom ettirishlariga ishonishgan. Yoki pensionerlar uchun ba'zi qo'shimcha to'lovlar ularning pensiya hujjatlari asosida avtomatik ravishda hisoblab chiqilgan. Ba'zi holatlarda mahalla fuqarolar yig'inlari MF tomonidan amalga oshiriladigan monitoring natijalariga ko'ra oilalar kam ta'minlangan toifaga kiritilgan va ularga moddiy yordam ajratilgan. Bunday tizim o'ziga xos qulayliklarga ega bo'lsa-da, ba'zi kamchiliklari ham yo'q emas edi. Ba'zan yordam haqiqatan ham muhtojlarga yetib bormasdi. Ba'zan esa tizimda turli xil noto'g'ri tushunchalar yoki qiyinchiliklar yuzaga kelardi. Ammo hozirda vaziyat tubdan o'zgardi va bu o'zgarishni har birimiz aniq anglab yetishimiz shart. Hukumat ijtimoiy yordam tizimini aniqroq maqsadli yo'naltirishga, adolatni ta'minlashga va byudjet mablag'laridan yanada samarali foydalanishga qaratilgan yangi tartiblar kiritdi. Bu tartiblar bir qator qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va kompensatsiyalar uchun sizning shaxsan ariza topshirishingizni mutlaq majburiy qilib qo'ygan. Endi hech kim sizning uyingizga kelib, sizga bu yordam kerakmi deb so'ramaydi yoki sizning eskirgan ma'lumotlaringizga tayanib yangi to'lovlarni avtomatik ravishda tayinlamaydi. Tizim shunchaki bilmaslik yoki unutishni kechirmaydi. Agar siz belgilangan muddatda va tartibda ariza bermasangiz, sizga qonunan tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni shunchaki olmaysiz. Bu sizning oilaviy byudjetingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan jiddiy masala. Shuning uchun bu yangi qoidani yodda tuting. Endi ko'plab qo'shimcha to'lovlar uchun sizning shaxsan ariza topshirishingiz shart va bu sizning mas'uliyatingizdir. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil qanday to'lovlar haqida gap ketmoqda va kim xavotir olishi kerak? Bu yerda biz nafaqat asosiy pensiya yoki maosh haqida emas, balki ularga qo'shimcha tarzda ajratiladigan va ko'pincha aholi e'tiboridan chetda qoladigan to'lovlar haqida gaplashamiz. Kimlar xavotirga tushishi va bu ma'lumotga jiddiy yondashishi kerak? Birinchi navbatda past daromadli oilalar, farzandli oilalar, yolg'iz onalar, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, ko'p bolali oilalar va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar. Agar siz ushbu toifaga kirsangiz yoki sizning oila a'zolaringizdan kimdir shu toifada bo'lsa, diqqat bilan tinglang. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Asosiy pensiya yoki maoshlar o'z vaqtida va to'liq tushayotgan, hech qanday qo'shimcha ijtimoiy yordamga ehtiyoj sezmayotgan shaxslar bu videodan shunchaki ma'lumot olishlari mumkin, ammo ularga to'g'ri ta'sir qilmasligi ehtimol. Endi esa bir nechta aniq hayotiy misollar bilan vaziyatni tushuntiraman, raqamlar va holatlar bilan. Bu misollar sizga vaziyatni yanada chuqurroq anglashga yordam beradi. Misol: bolalar nafaqasi va moddiy yordam tasavvur qiling. Toshkent shahrida yashovchi Karimovlar oilasi. Oila boshlig'i Sardor, rafiqasi Gulnora va ularning 2 farzandi bor. 8 yoshli Aziza va 3 yoshli Javohir. Sardor norasmiy ravishda qurilishda ishlaydi. Oyiga taxminan 2 million so'm daromad topadi. Gulnora uy bekasi. Ularning oilasi ilgari temir daftarda bo'lgan va bundan 1 yil oldin oilaviy holati biroz yaxshilangani sababli ro'yxatdan chiqarilgan. Lekin ularning farzandlariga beriladigan bolalar nafaqasi yoki kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam muddati tugaganiga bir necha oy bo'lgan.
Oldin qanday edi? Gulnora oldingi yillarda bolalar nafaqasini va moddiy yordamni olgan. Mahalla ularning daromadlarini muntazam tekshirib turgan. U avtomatik tarzda to'lovlar davom etadi deb o'ylagan. Axir oilaning daromadi hali ham minimal iste'mol xarajatlardan pastroq. Har bir bola uchun o'rtacha 270 ming so'm nafaqa olishlari mumkin edi. Hozir nima bo'ldi? Yangi tartibga ko'ra oilaning kam ta'minlanganlik holatini qayta baholash va bolalar nafaqasi, shuningdek moddiy yordamni olish uchun har yili yoki har 6 oyda ayrim hollarda qayta ariza topshirish shart. Karimovlar oilasi ariza bermaganligi sababli so'nggi 4 oy davomida 2 farzand uchun jami 2,6 million so'm, 4 oy 2 bola 300 ming so'm bolalar nafaqasini olmagan. Bu miqdor ularning farzandlarining kiyim-kechak, oziq-ovqat va maktab anjomlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun juda muhim edi. Gulnora buning sababini bilmasdan mablag'lar tushmayotganidan xavotirga tusha boshlagan. Sabablar va oqibatlari: oilaning daromad holati o'zgarishi mumkin. Shu sababli davlat yordami aniq maqsadli bo'lishi uchun har safar yangi ma'lumotlarni talab qiladi. Ariza bermaslik ularning to'lovlarini olmasligiga olib keldi. Bu esa oilaning moliyaviy ahvolini yanada og'irlashtirdi va farzandlar ehtiyojlarini qondirishda muammolar keltirib chiqardi. Ikki misol: kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya farzandsiz yolg'iz yashovchi 75 yoshli pensioner Opaxon hovlida Buxoroda yashaydi. Uning pensiyasi oyiga 28 million so'm. Xolida opa har oy kommunal xizmatlar uchun elektr energiyasi, gaz, suv chiqindi o'rtacha 400 ming so'm to'laydi. Oldin qanday edi? Xolida opaga avvallar ba'zi imtiyozlar avtomatik tarzda pensiya miqdoriga qo'shib berilardi yoki u bu kabi kompensatsiyalar haqida eshitmagan bo'lishi mumkin. Uning fikricha, agar davlat tomonidan shunday yordam beriladigan bo'lsa, pensiya fondi avtomatik tarzda uni hisobga oladi. Hozir nima bo'ldi? Ma'lum toifadagi, ayniqsa yolg'iz yashovchi pensionerlar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun kommunal xizmatlar bo'yicha kompensatsiya yoki imtiyozlar mavjud. Masalan, ba'zi hududlarda elektr energiyasi yoki gaz to'lovining ma'lum foizini qoplash. Agar holida oppa o'zining yolg'iz yashashini tasdiqlovchi ma'lumotnoma va ariza bilan MF ga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilganida, unga oyiga taxminan 7 ming so'm atrofdalar uchun kompensatsiya tayinlanishi mumkin edi. Bu yil boshidan beri u ariza bermaganligi sababli har oy bu pulni boy berib kelmoqda. Bir yilda bu boy berib kelmoqda. Bir yilda bu 970 ming so'mni tashkil etadi. Bu uning uchun dorilarga yoki zaruriy xaraj qo'shimcha yordam bo'lishi mumkin edi. Sabablari va oqibatlari: bu kabi kompensatsiyalar ko'pincha shaxsning ijtimoiy holati, yolg'izlik, nogironlik tasdiqlanishini talab qiladi. Bu esa avtomatik tarzda aniqlanmaydi. Xolida opaning bexabarligi va ariza bermasligi uning byudjetga salbiy ta'sir qildi. Chunki u har oy foydalanishi mumkin bo'lgan kichik, ammo muhim yordamdan mahrum bo'ldi. Uch misol: ayrim toifadagi pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar Farg'ona viloyatida yashovchi 40 yoshli Abdug'ani bobo yolg'iz yashaydi. U ilgari kolxozda uzoq yillar mexanizator bo'lib ishlagan. Hozirda esa faqat oddiy keksalik pensiyasi oladi. Oldin qanday edi? Abdug'ani bobo hech qanday qo'shimcha to'lovlar borligini bilmagan. Uning pensiyasi har oy o'z vaqtida tushgan. Uning fikricha, davlat agar unga biron bir qo'shimcha to'lov berishni xohlasa, buni o'zi amalga oshiradi. Hozir nima bo'ldi? Qonunchilikda ba'zi toifadagi pensionerlar uchun, masalan, yoshi katta yolg'iz yashovchi, mehnat faoliyati davomida maxsus sharoitlarda ishlagan, masalan, zararli sharoitlarda yoki Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarining bevalari kabi shaxslar uchun ma'lum miqdorda qo'shim to'lovlar nazarda tutilgan. Abdug'ani bobo yolg'iz yashaydigan va yoshi katta bo'lgani uchun unga har oy bazaviy hisoblash miqdorining yetim bardimgacha, masalan, 7 ming so'm atrofida qo'shimcha to'lov tayinlanishi mumkin edi. Agar u pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, yolg'iz yashashini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim etganida ushbu qo'shimcha yordamni olishi mumkin edi. So'nggi 6 oy ichida ariza bermagani sababli Abdug'ani bobo kamida 1 million so'mdan ortiq pulni boy berdi. Bu uning nonini, oziq-ovqatini sotib olish yoki ma'lum dori-darmonlarni xarid qilish uchun juda katta yordam bo'lar edi. Sabablari va oqibatlari: bu kabi qo'shimcha to'lovlar ko'pincha individual holatlarni talab qiladi va ularni avtomatik tarzda aniqlash qiyin. Abdug'ani boboning o'z huquqlari haqida to'liq ma'lumotga ega emasligi uning uchun juda muhim bo'lgan moddiy yordamdan mahrum bo'lishiga olib keldi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki,
sizga tegishli bo'lgan yordamni olish uchun faqatgina kutib turish yetarli emas, balki faol harakat qilish, ariza berish shart. Asosiy qism 2. Istisnolar, qiyinchiliklar va noaniq jihatlar har bir qo'yda o'z istisnolariga ega. Shuningdek, ijtimoiy himoya tizimida ham ba'zi murakkabliklar mavjud. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Istisnolar ayrim asosiy pensiyalar va nafaqalar. Shuni eslatib o'tish joizki, barcha ijtimoiy to'lovlar ham ariza talab qilmaydi. Masalan, ish stajingizga qarab tayinlangan asosiy yoshga doir pensiya yoki nogironlik pensiyasi. Agar sizda nogironlik darajasi tasdiqlangan bo'lsa, odatda bir marta rasmiylashtiriladi va keyinchalik muntazam ravishda to'lanadi. Bu to'lovlar ko'pincha yangilanish yoki qayta ariza berishni talab qilmaydi. Garchi ba'zi holatlarda nogironlik guruhini qayta tasdiqlash uchun tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Biz bugun asosan qo'shimcha to'lovlar, ya'ni asosiy to'lovlarga qo'shimcha ravishda beriladigan yordam haqida gaplashmoqdamiz. Raqamli tizimlar orqali soddalashtirish. Buy.gov.uz portali orqali ariza berish jarayoni sezilarli darajada soddalashtirilgan bo'lsa-da, bu hali ham ariza berish majburiyatini bekor qilmaydi. Siz baribir onlayn shaklni to'ldirishingiz, elektron imzo bilan tasdiqlashingiz yoki kerakli ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Avtomatik ravishda pul tushib qolishini kutmasligingiz kerak. Bu shunchaki jismoniy navbat kutmasdan hujjatbozlikni kamaytirib, qulaylik yaratadi, lekin ariza berish talabini o'zgartirmaydi. Qiyinchiliklar va tuzoqlar men avval olganman. Demak endi ham berishadi degan noto'g'ri taxmin. Bu eng keng tarqalgan xato. Yuqorida aytib o'tganimizdek tizim o'zgardi. Ilgari agar siz kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda bo'lgan bo'lsangiz, ba'zi yordamlar avtomatik tarzda uzaytirilishi mumkin edi. Ammo hozirda ko'plab to'lovlar uchun har safar yangi hujjatlar va yangi ariza talab qilinadi. Bu ayniqsa oilaning daromad holati o'zgarishi mumkin bo'lgan holatlarda juda muhim. Agar sizning oilaviy ahvolingiz biroz yaxshilangan bo'lsa ham, bu sizning qo'shimcha to'lovlarga bo'lgan huquqingizni bekor qilmasligi mumkin. Shuning uchun ariza berib tekshirishdan qo'rqmang. Yangi qoidalar haqida bexabarlik. Ko'pchilik aholi huquqiy o'zgarishlar va yangi tartiblar haqida yetarlicha ma'lumotga ega emas. Bu esa ularning qonuniy haqqini olishdan mahrum bo'lishiga olib keladi. Ommaviy axborot vositalari orqali ma'lumot tarqatilsa-da, bu har bir insonga yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbalarni kuzatib borish juda muhimdir. Prokrastinatsiya, kechiktirish. Keyinroq borib murojaat qilaman yoki bugun ishim bor, ertaga degan fikrlar ko'pincha sizni muhim muddatlardan kechiktirib qo'yishi mumkin. Ko'pgina qo'shimcha to'lovlar ma'lum bir muddatga, masalan, 6 oyga tayinlanadi va bu muddat tugaganidan keyin qayta ariza berish kerak bo'ladi. Agar siz kechiksangiz, bu muddatlar oralig'idagi to'lovlarni shunchaki bo'y berasiz. Noto'g'ri to'ldirilgan arizalar yoki hujjatlar yetishmovchiligi. Ariza to'ldirishda xatolikka yo'l qo'yish yoki barcha kerakli hujjatlarni taqdim etmaslik ham arizalar etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu jarayonni sekinlashtiradi va sizni yana bir marta barcha qadamlarni qayta bosib o'tishga majbur qiladi. Masalan, daromad to'g'risidagi ma'lumotnomada barcha oila a'zolarining daromadlari to'liq ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Bu esa oilaning umumiy daromadini noto'g'ri hisoblashga olib keladi. Mish-mishlarga ishonish. Rasmiy ma'lumot o'rniga qo'shnilarning yoki tanishlarning gaplariga ishonish ko'pincha noto'g'ri xulosalarga olib keladi. Har doim ishonchli rasmiy manbalardan ma'lumot olishga harakat qiling. Noaniq jihatlar va nozik nuqtalar, daromad chegaralari va ularni hisoblash. Har bir qo'shimcha to'lov turi uchun o'zining daromad chegaralari mavjud. Oila daromadi qanday hisoblanadi? Ish haqi, pensiya, nafaqalar, moddiy yordam, tadbirkorlikdan olingan daromad, hatto mol-mulkni ijaraga berishdan olingan daromad ham hisobga olinadi. Ba'zan norasmiy daromadni yashirishga urinishlar keyinchalik muammolarga olib kelishi mumkin. Daromadlar so'nggi 2 oy davomida o'rtacha hisobda hisoblanishi mumkin. Bu esa oilaning haqiqiy moliyaviy ahvolini aks ettirishga yordam beradi. Har bir oila a'zosining daromadi alohida hisobga olinadi va keyin umumiy daromad aniqlanadi. Mol-mulk egaligi. Ba'zi to'lovlar, masalan, moddiy yordam yoki subsidiyalar uchun ariza berishda oilaning mol-mulk ham hisobga olinishi mumkin. Ya'ni agar oilada bir nechta uylar, avtomobillar yoki boshqa qimmatbaho mulk bo'lsa, bu ularning kam ta'minlanganlik holatini shubhaga qo'yishi mumkin. Bu albatta hamma to'lovlar uchun emas, balki aynan moddiy yordam yoki kam ta'minlangan oilalarga qaratilgan subsidiyalar uchun muhim.
oila tarkibidagi o'zgarishlar. Oilada yangi tug'ilgan chaqaloq, nikoh, ajralish, oila a'zosining vafoti, bularning barchasi sizning ijtimoiy yordam olish huquqingizga ta'sir qiladi. Agar oila tarkibida o'zgarish bo'lsa, bu haqda darhol tegishli idoralarga xabar berishingiz va ehtimol yangi ariza topshirishingiz kerak. Aks holda sizga ilgari berilgan yordam noto'g'ri hisoblab chiqilgan bo'lishi mumkin. Bu esa keyinchalik ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Ariza berish va ko'rib chiqish muddatlari. Har bir turdagi yordam uchun ariza berish va uni ko'rib chiqishning o'z muddatlari mavjud. Ularni bilish juda muhim. Masalan, ba'zi nafaqalar muddati tugashiga 1 oy qolganda qayta ariza berish tavsiya etiladi. Bu sizga uzilishsiz to'lovlarni olish imkonini beradi. Nafaqa va moddiy yordam o'rtasidagi farq. Nafaqa ko'pincha muntazam, ma'lum bir muddatga tayinlanadigan to'lov bo'lsa, masalan, bolalar nafaqasi, moddiy yordam esa bir martalik yoki qisqa muddatli favqulodda vaziyatlarda beriladigan yordam bo'lishi mumkin. Ularning har birining o'z shartlari va hujjat talablari bor. Buni aniq bilish kerak. Ushbu qiyinchiliklar va noaniq jihatlarni bilish sizga jarayonni tushunish va muvaffaqiyatli ariza topshirishda yordam beradi. Amaliy tavsiyalar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borishingiz, qanday hujjatlarni to'plashingiz va nimani yozishingiz kerak? Bir qadam axborotni aniqlang. Eng avvalo sizga qanday qo'shimcha to'lovlar tegishli bo'lishi mumkinligini va ularning shartlarini aniqlashingiz kerak. Buning uchun ishonchli rasmiy manbalardan foydalaning. Mahalla fuqarolar yig'inlari MFga. Bu sizning birinchi va eng yaqin manbangiz. MFda ijtimoiy masalalar bo'yicha mutaxassislar bo'ladi. Ular sizga qanday yordam turlari mavjudligi, kimlar ularga murojaat qilishi mumkinligi va qanday hujjatlar kerakligi haqida dastlabki ma'lumotlarni berishadi. Ular sizning oilangizning holatiga qarab aniq maslahatlar bera olishadi. Pensiya jamg'armasi bo'limlari. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz, hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ayniqsa, yolg'iz pensionerlarga yoki maxsus toifadagi mehnatga yaroqsiz shaxslarga beriladigan qo'shimcha to'lovlar haqida ular to'liq ma'lumot beradi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tizimidagi muassasalar, ayrim moddiy yordamlar va subsidiyalar bo'yicha ularda ham ma'lumot bo'lishi mumkin. Xalq banki ba'zi nafaqalar va to'lovlar Xalq banki orqali amalga oshiriladi. Ular sizga to'lovlarning tushish holati bo'yicha ma'lumot bera olishadi. MyTongagujuz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Bu eng zamonaviy va qulay usul. Ushbu portalda mavjud barcha ijtimoiy xizmatlar ro'yxati, ularni olish shartlari, kerakli hujjatlar va ariza berish tartibi batafsil ko'rsatilgan. Sayt orqali siz uyda o'tirgan holda ham murojaat qilishingiz mumkin. Bu ayniqsa band bo'lgan yoki salomatligi to'g'ri kelmaydigan shaxslar uchun juda qulay. 2 qadam hujjatlarni tayyorlang, axborotni aniqlab olganingizdan so'ng tegishli qo'shimcha to'lov turiga qarab hujjatlar ro'yxatini tayyorlang. Umumiy holda quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Pasport nusxalari barcha oila a'zolarining, har bir oila a'zosining shaxsini tasdiqlovchi asosiy hujjat. Original pasportingiz ham yoningizda bo'lsin. Nikoh guvohnomasi nusxasi agar mavjud bo'lsa, oilaviy holatingizni tasdiqlash uchun. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar nusxalari. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam uchun zarur. Har bir farzandning tug'ilganlik guvohnomasi nusxasini oling va originalni ham ko'rsatishga tayyor turing. Daromad to'g'risida ma'lumotnoma ish joyingizdan yoki soliq idorasidan. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, so'nggi 2 oy davomidagi barcha oila a'zolarining daromadlari haqida to'liq ma'lumotni o'z ichiga olgan holda. Bu hujjat oilangizning moliyaviy ahvolini aniqlash uchun fundamental ahamiyatga ega. Ba'zan norasmiy daromadlar ham tekshirilishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha shaffof bo'ling. Yashash joyidan ma'lumotnoma MFI tomonidan beriladi. Oilaning qayerda yashayotganligini va oila tarkibini tasdiqlash uchun. MFI ushbu ma'lumotnomani berishdan oldin oilaning turmush sharoitini o'rganishi mumkin. Bank hisob raqami ma'lumotlari, to'lovlar tushadigan bank kartasi yoki hisob raqami. Bankdan ushbu ma'lumotni oling. Boshqa maxsus hujjatlar. Masalan, nogironlik guvohnomasi, agar nogironligi bor shaxs bo'lsa, yolg'iz yashash tasdiqlovchi MFI ma'lumotnomasi, agar yolg'iz pensioner bo'lsa, urush faxriysining beva ayoli guvohnomasi va hokazo. Bu hujjatlar sizning maxsus toifaga kirishingizni tasdiqlaydi.
Uch qadam ariza topshiring hujjatlar tayyor bo'lgach, arizani topshirish vaqti keladi. Ikkita asosiy usul mavjud. Onlayn ariza berish myTokuGov orqali. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu eng qulay va tezkor usul. Portalga kiring, kerakli xizmatni toping, masalan, bolalar nafaqasi va moddiy yordam, kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya va hokazo. Onlayn sharhni diqqat bilan to'ldiring, kerakli hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklang va elektron imzo bilan tasdiqlang. Elektron imzo olish ham myPongov.uz orqali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Shaxsan murojaat qilish. Agar sizga onlayn ariza berish qiyin bo'lsa, quyidagi idoralarga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Mahalla fuqarolar yig'inlari (MFA). Ko'plab ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordamlar uchun arizalar MFA orqali qabul qilinadi. U yerda mutaxassislar sizga arizani to'ldirishda yordam beradi. Pensiya jamg'armasi bo'limlari. Pensionerlar va nogironligi bor shaxslarga tegishli qo'shimcha to'lovlar uchun bevosita pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. Ariza to'ldirganda ehtiyot bo'ling. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri va aniq kiriting. Arizaning bir nusxasini o'zingizda saqlab qoling yoki qabul qilinganligi haqida tasdiqlovchi hujjatni, masalan, kvitansiya raqamini oling. 4 qadam. Jarayonni kuzatib boring. Ariza topshirilgandan keyin ish bitdi deb o'ylamang. Jarayonni muntazam ravishda kuzatib borish juda muhim. Onlayn kuzatish. Agar siz myTokuGov.uz orqali ariza bergan bo'lsangiz, portalda o'z arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Uning qaysi bosqichda ekanligini ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha so'rovlarga tayyor turing. Ba'zan sizdan qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu holda imkon qadar tezroq talab qilingan ma'lumotlarni taqdim eting. Rad etilish holatida agar sizning arizangiz rad etilsa, rad etilish sababini aniq bilib oling. Ba'zan kichik bir kamchilik tufayli rad etilishi mumkin. Bunday hollarda kamchilikni bartaraf etib, arizani qayta topshirish yoki apellyatsiya berish huquqingiz bor. Sababni bilib olib, uni tuzatib qayta murojaat qiling. Ba'zan rad etilish sababi oilaning daromadi belgilangan me'yordan oshib ketganligi bo'lishi mumkin. Bu holatda ham qanday hisoblanganini tushunish uchun aniqlik kiritish foydali bo'ladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugun biz juda muhim mavzuni muhokama qildik. Esingizda bo'lsin, davlat tomonidan beriladigan ko'plab qo'shimcha to'lovlar va ijtimoiy yordamlar uchun endi shaxsan ariza topshirishingiz shart. Buni avtomatik tarzda berishadi degan fikr o'tmishda qoldi. O'z huquqlaringizdan xabardor bo'ling, faol bo'ling va o'zingizga hamda oilangizga tegishli bo'lgan yordamni shunchaki bo'y bermang. Bu sizning qonuniy haqqingiz. Umid qilamanki, ushbu batafsil tushuntirishlar sizga aniqlik kiritishga yordam berdi. Fikr, mulohazalaringizni, savollaringizni o'z tajribangizni sharhlarda qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va uni imkon qadar ko'proq odamlar bilan bo'lishing. Zero, bu ma'lumot kimningdir hayotini o'zgartirishi, oilasining moliya ahvolini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha